Sunnatullayeva Sevinch 3-kurs talabasiman. Bugungi mavzuyimiz shundan iboratki, to'g'ri pozitsiyani saqlash va jismoniy zo'riqishni kamaytirish uchun moslashtirilgan stollar va kompyuter jihozlari. Reja: birinchisi, ergonomik stollar, asosiy dizayn tamoyillari va funksiyalari. Ikkinchisi, lumbal qo'llab-quvvatlash, belni himoya qiluvchi yostiqlar va sozlamalar. Uchinchisi, dinamik harakatli o'tirish texnologiyalari va batafsil stullar. Balansli stullar. Birinchisi, ergonomik stullar, asosiy dizayn tamoyillari va funksiyalari. Ergonomik stullar asosiy dizayn tamoyilliklari. Birinchisi, belni qo'llab-quvvatlovchi bel bilan yostig'i. Ikkinchisi, o'rindiq balandligi 5-20 cm oralig'ida sozlanishi. Uchinchisi, o'rindiq chuqurligi 5-10 cm moslashuvi bilan. To'rtinchisi, orqa suyagi burchagini 90-135 gradus oralig'ida tilt qilish. Beshinchisi, qo'ltiq dayagichlari balandligi va kenglikda sozlanadi. Oltinchisi, beqaror 5 ta nutqli poydevor va rulonli g'ildiraklar. Yettinchisi, nafas oluvchi material va bosimni taqsimlash. Funksiyalar: neytral pozitsiya, qon aylanishini yaxshilash, bel va bo'yin zo'riqishini kamaytirish. Lumbal qo'llab-quvvatlash belning tabiiy lordozini saqlashga xizmat qiladi. Turlari: birinchisi, talablarga ko'ra sozlanadigan ichki qo'llab-quvvatlash. Ikkinchisi, tashqi lumbal yostiq yoki rol. Amalga oshirish qo'llab-quvvatlash L3, L4 darajasidagi joylashishlari. Balandligi odatda 6-10 cm, chiquvchi qismi 2-3 cm, qattiqligi o'rta. Orqa qarama 90-110 gradus oralig'ida bo'lsa, disk bosimi kamayadi. Sozlash o'rindig'iga o'tirib, lumbalni tananing past orqa qismiga moslab aniqlang. Dinamik o'tirish texnologiyalari tanani doimiy mikroharakatda ushlab, umurtqa pog'onasini va yadro mushaklarini faollashtiradi. Balansli stullar: birinchisi, fitball stullar, ikkinchisi, wobble dinamika stullar, uchinchisi, balans skameykalari. Afzalliklari: to'g'ri pozitsiyani yaxshilash, og'riqni kamaytirish, qon aylanishini oshirish. Tavsiya: dinamik o'tirishni 20-40 daqiqa oralig'ida almashtiring. Balanssizlik boshida 5-10 daqiqa mashqlar bilan uyg'unlashtiring. Moslashuvchan balandlik va barqarorlik muhim. To'rtinchisi, balandligi sozlanmagan stollar, o'tirish, turish stollar va ularning foydalari. Balandligi sozlanmagan stollar, o'tirish, turish stollari. Foydalari: o'tirish va turish holatiga 3-5 soniyada o'tirish imkonini beradi. Sedentarizmni kamaytiradi va bel-qorin og'rig'ini pasaytiradi. Tavsiya: 30-60 daqiqa o'tirishdan keyin 30 daqiqa turish yoki umumiy 1/1 o'rnini saqlash. Moslashuvchanlik: balandlik oralig'i odatda 60-125 cm bo'lib, ishchi yuzasi bilak balandligiga mos kelishi kerak. Natija: qon aylanishini yaxshilaydi, postura barqarorlashadi va unumdorlik ortadi. Monitor armaturasi: ekran balandligini ko'z darajasi bilan moslashtiring. Ekranning yuqori qismi ko'z pog'onasiga teng yoki 2-3 cm pastda bo'lsin. Ko'z bilan ekran markazi orasidagi burchak 10-20 gradus pastga qaragan bo'lishi kerak. Masofa 50-70 cm ideal. Ekran markazi ishi nuriga tiklang. Yoncharuslikni kamaytirish uchun burchakni mikrosozlang. Vertikal va gorizontal sozlashlar bilan bosh va bo'yin zo'riqishini kamaytirish. Klaviatura plastinalari va traylar qo'l va bilakni himoya qilish uchun neytral bilak pozitsiyasini saqlaydi. Balanslangan balandlik va burchak 0-10 gradus negativ
egilish tavsiya etiladi. Tiray yelka 90-110 gradusda bo'lganda klaviatura yuzasini bilak bilan tekislashtiriladi. Gel yoki xotira material bilan yostiqchasi bosimi kamaytiradi va karpal tunnel xavfini pasaytiradi. Surinishsiz material va 30-40 cm kenglik qo'l harakatini cheklanmasdan ergonomik foyda beradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.